Assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, umra narxlariga qiziqayotganlar. Xudo xolasa videomiz davomida barcha ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Videomizga bitta like bosib, kommentariyaga yaxshilarlar yozib qoldirib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videomizni yuborib qo'yasizlar. Hikmat Travel rasmiy litsenziyaga ega firma Abdug'offor akami oldilariga kelganmiz. Assalomu alaykum Abdug'offor aka. Va alaykum assalom. Abdug'offor aka videoda boshidan odamlarni qiziqtirgan ma'lumotni beraylik. Qaysi sanalarga qanaqa narxlar bo'lyapti aka? Bundan tashqari iyul, avgust oylariga qabullar ochilganmi? Ochilgan. Xudo xolasa iyun oyinikini birinchi aytib o'tsak, Toshkent Jidda yo'nalishimiz bo'yicha iyun oyida 19-dan 30-gacha har kuni bor deyarli reyslarimiz. Toshkent Jidda primoy reys. Xudo xolasa Farg'ona Jidda yo'nalishimiz bo'yicha 19-iyundan 23, 26 va 29 iyun kunlari reyslarimiz bor. Bundan tashqari keyingi oylarga, iyullarga yoki avgust oyiga boraman deydiganlarga ham qabulimiz ochilgan, bemalol joylarni bron qilsalaring bo'laveradi. Bularning narxlarini hammasini bir xilda $1035 dan qilib beramiz xudo xolasa. Iyun, iyul, avgust oylarining narxi bir xil $1035. $1035. Xo'p, endi Abdug'offor aka, hozir men shu videoni ko'rib sizga aloqaga chiqib, misol avgust sanasiga joy bron qilishsa, ertaga narx oshib ketib qoladigan bo'lsa nima bo'ladi? Buni ta'siri yo'q. Necha puldan kelishgan bo'lsa, o'sha summadan uchib ketishadi, xudo xolasa. Ya'niki aziz yurtdoshlar, arzon narxlar bo'layotganda o'zlaring joylaringni bron qilib olinglar. Xo'p, endi Abdug'offor aka, ziyoratchilarimizga qanaqangi sharoitlar tayyorlangan? Xo'p, sharoitlarimiz gastitsadan boshlasak, Madinada Divan al-Hijra gastitsamiz 150-200 metr uzoqligi. Makkada Sama al-Misk 800 metr uzoqligi gastitsamiz. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madinada 5 dan ortiq ziyoratlarimiz, Makkada 10 dan ortiq ziyoratlarimiz va Qizil dengizga sayohat o'z ichiga oladi. Xudo xolasa, bundan tashqari 50 boshlarimiz xizmati qanaqa bo'ladi? 50 boshlarimiz xizmati aeroportdan billa borib, billa kelishadi, xudo xolasa. Aeroportda yana nimalar taqdim etiladi aka ziyoratchilarga firma tomonidan? Firma tomonidan beriladigan narsalar o'sha kamzil, so'mka, bejik va vizalarni chiqarib beramiz qo'llariga. Qaytishda 5 litr zamzam suv ham beriladi, xudo xolasa. Xudo xolasa aka, ofisga borib, gaplashib, to'lov qilamiz deganlarga qatlarda ofislar bor, hamda O'zbekistonning 12 ta viloyati va bizni kuzatib borayotgan Qirg'iziston, Tojikistondagi obunachilarimiz o'zlarining joylarini onlayn bron qilmoqchi bo'lsa, ularda tartibi qanaqa bo'ladi? Xo'p, kelib to'lov qilamiz deydiganlarga Toshkentda bor ofisimiz, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlarga bemalol onlayn aloqaga chiqishaveradi. WhatsApp, Telegramimiz ishlayapti. O'z joylarini bron qilsa bo'laveradi onlayndan. Xolasa kelsin ofisimizga, xolasa onlayn joylarni bron qilsin. Xo'p, endi aka 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga chegirmalari bo'ladimi aka? Bo'ladi, qilib beramiz. Jindekkina yo'li bor, skidka qilib beramiz. 5 dan ortiq odamlarga qilib beramiz, xudo xolasa. Ekrandagi raqamlar Abdug'offor akaning nomerlari, bemalol aloqaga chiqib to'liq ma'lumotga ega bo'lsalaring bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.